Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun men sizlarga ayollar ko'kragini og'riqlarini dori-darmonlarsiz qanday davolash mumkinligi haqida aytib o'tmoqchiman. Ko'pchilik ayollarda ko'krak og'rig'i, shish va ko'krak qotishlari kuzatiladi. Bunday paytlari karam yaprog'i juda yaxshi samara beradi. Bir dugonam bu usuldan foydalanib ko'rdi, samarasi juda yaxshi foyda berdi. Ko'kragingizga moslab karam yaproqlarini olasiz va uni oddiy suvda yuvib, qaynab turgan suvga solib olasiz. Karam yaproqlari yumshagandan keyin ozgina ezasiz, chunki uning tarkibidagi foydali elementlari teriga o'tishi uchun ozgina eziladi va ko'kragimizga iliqdan issiqroq holda qo'yib bog'lanadi. Bog'lashdan oldin karam yaprog'ining ustidan plyonka qo'yasiz va ustidan bir mato bilan o'rab qo'yasiz yoki ichki kiyimingizni kiyib olasiz. Bu usulni kechqurun yotishdan oldin qilasiz va ertalabgacha turadi. Bu usulimizning foydasi bir kunda seziladi. 3-4 marotaba qo'yish kerak. Ayniqsa yoshi katta ayollarimizda ko'kraklari og'rib, noqulaylik hissi paydo bo'ladi. Bunday paytlarda shu karamdan foydalanishni tavsiya qilaman. Karam tarkibida bir nechta mikroelementlar, masalan, kalsiy, nikotinovoy kislota, vitamin B guruhiga kiruvchi barcha vitaminlar va kaliy bor. Ozgina bo'lsa ham maslahatlarimni foydali deb o'ylasangiz, boshqalarni ko'rishi uchun layk bosib qo'ying. Xo'p, xayr, podpisatsiya qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kelgusi videoyimda bundan-da qiziqroq ma'lumotlarni aytib beraman.